Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz har bir nafaqaxo'r uchun o'ta muhim, hatto hayotiy masala haqida gaplashamiz. Agarda siz pensiyada bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, ushbu videoni bir daqiqasini ham o'tkazib yubormang. Chunki siz hozirda to'layotgan ba'zi kvitansiyalar uchun umuman pul to'lamasligingiz mumkin. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Sizda 100% kompensatsiya olish huquqi bor. Bu oddiy gap emas. Bu qonun bilan kafolatlangan imtiyozdir. Ko'pchilik bu huquqlardan bexabar. Bugun men sizga aynan qaysi 5 ta kvitansiya uchun to'lovdan ozod bo'lishingiz mumkinligini, bu imtiyozdan qanday foydalanishni va nimaga e'tibor berish kerakligini batafsil tushuntiraman. Iltimos, kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi. Vaziyatning asosi. Hurmatli do'stlar, keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. O'tmishda, ya'ni sobiq tuzum davrida ko'plab imtiyozlar markazlashgan holda odatda ish joyi orqali yoki bevosita davlat tomonidan taqdim etilardi. Nafaqaxo'rlar va urush faxriylari uchun ko'pgina kommunal xizmatlar bo'yicha ma'lum chegirmalar yoki to'liq qoplamalar mavjud edi. Ammo vaqt o'tishi bilan iqtisodiy islohotlar davrida bu tizim biroz o'zgardi. Ko'pgina imtiyozlar pul ko'rinishidagi kompensatsiyalarga yoki aniq mezonlarga asoslangan subsidiyalarga almashtirildi. Bu bir tomondan adolatliroq tizimni yaratishga qaratilgan edi. Chunki imtiyozlar aniq manzilga yetib borish kerak edi. Ikkinchi tomondan bürokratik jarayonlar va ma'lumot yetishmasligi tufayli ko'plab nafaqaxo'rlar o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozlardan xabardor bo'lmay qolishdi. Natijada ular aslida to'lashi shart bo'lmagan kvitansiyalar uchun muntazam ravishda pul to'lab kelishmoqda. Bugungi kunda vaziyat ancha aniqlashgan. Prezidentimizning va Vazirlar Mahkamasining qator qarorlari bilan nafaqaxo'rlarning, ayniqsa muhtoj va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamining turmush sharoitlarini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Aynan shu hujjatlar doirasida ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlar uchun kommunal to'lovlar bo'yicha nafaqat qisman chegirmalar, balki ba'zi hollarda to'liq, ya'ni 100% kompensatsiya belgilangan. Ya'ni davlat sizning ma'lum xizmatlar uchun qilgan xarajatingizni to'liq qoplab beradi. Bu yangilik emas, balki mavjud qonunchilikdagi huquqdir. Ammo afsuski, ko'pchilik bu haqida yetarli ma'lumotga ega emas. Men bu videoni tayyorlashdan maqsadim sizni shu huquqlaringizdan to'liq xabardor qilish va ulardan qanday foydalanishni tushuntirishdir. Endi esa batafsilroq qaysi kvitansiyalar haqida gap ketayotganini ko'rib chiqamiz. Birinchi asosiy qism keling. Nafaqaxo'rlar uchun 100% kompensatsiya berilishi mumkin bo'lgan o'sha 5 ta asosiy kvitansiyani birma-bir ko'rib chiqamiz. Esda tuting, bu imtiyozlar barcha nafaqaxo'rlarga emas, balki ulug' vatan urushi qatnashchilari va nogironlari, ulargashtirilgan shaxslar, ba'zi turdagi mehnat faxriylari, shuningdek boquvchisini yo'qotgan oilalar a'zolari va nogironligi bo'lgan shaxslar kabi ma'lum toifadagi fuqarolarga taalluqlidir. Har doim tegishli tashkilotlardan aniq ma'lumot olish zarur. Biring, elektr energiyasi uchun to'lov kvitansiyasi. Bu eng keng tarqalgan kommunal to'lovlardan biri. Imtiyozli nafaqaxo'rlar, ayniqsa ulug' vatan urushi qatnashchilari va nogironlari elektr energiyasi uchun to'lovlardan to'liq ozod qilingan. Bu shuni anglatadiki, iste'mol qilingan elektr energiyasi uchun kvitansiyada ko'rsatilgan summaning 1%ni davlat qoplaydi. Masalan, Taygaz 5 yoshli Otabek bobo Toshkentda yolg'iz yashaydi va ulug' vatan urushi faxriysi. Har oy unga elektr sarfi uchun o'rtacha 20 ming so'mlik kvitansiya keladi. Agar u imtiyozni rasmiylashtirgan bo'lsa, bu 20 ming so'mning bir tiyini ham uning cho'ntagidan chiqmaydi. Davlat uni to'liq kompensatsiya qiladi. Bu kabi imtiyozlar nafaqaxo'rlarni ijtimoiy himoya qilish, ularning kundalik xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish maqsadida beriladi. 2. Tabiiy gaz uchun to'lov kvitansiyasi. Elektr energiyasiga o'xshab tabiiy gaz uchun ham ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlarga 100% kompensatsiya beriladi. Bu ayniqsa qish oylarida juda katta yordamdir, chunki gaz isitish va ovqat pishirish uchun ishlatiladi. Misol uchun Surxondaryoda yashovchi yetim tekis yoshli Xolbibi aya boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oladi va qish oylarida uyini gaz bilan isitadi. Oktyabr-mart oylarida unga har oy 2 ming so'mdan so'mgacha gaz kvitansiyalar kelgan. Agar bu imtiyozni rasmiylashtirgan bo'lsa, ushbu summaning barchasi uning oilaviy byudjetida saqlanib qoladi.
Bu kompensatsiya ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarni og'ir moliyaviy yuklardan xalos etishga qaratilgan. O'ti suv ta'minoti va oqova suv uchun to'lov kvitansiyasi. Iste'mol qilingan suv va oqova suv uchun to'lovlar ham ba'zi imtiyozli nafaqaxo'rlar uchun to'liq qoplanadi. Bu ayniqsa suv sarfi yuqori bo'lgan hududlarda yoki ko'p farzandli oilalarda yashovchi imtiyozli nafaqaxo'rlar uchun juda muhim. Farg'onada yashovchi 7 yoshli Gulnora opa nogironlik nafaqasini oladi va yolg'iz yashaydi. Har oy uning uyiga o'rtacha 1000 so'mlik suv to'lovi keladi. Gulnora opa nogironligi bo'lgan shaxs sifatida bu to'lovdan 100% ozod bo'lish huquqiga ega. Bu uning sog'lig'i bilan bog'liq xarajatlari qo'shimcha mablag'ni tejash imkonini beradi. Markazlashgan isitish uchun to'lov kvitansiyasi agar mavjud bo'lsa, kvartirlarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun ayniqsa qish mavsumida markazlashgan isitish xizmati uchun to'lovlar katta xarajat hisoblanadi. Agar siz imtiyozli toifadagi nafaqaxo'r bo'lsangiz, bu to'lov ham 100% kompensatsiya qilinishi mumkin. Toshkent shahrida yashovchi 75 yoshli Ra'no xola Ulug' Vatan urushining beva ayoli hisoblanadi. Oktyabrdan aprelgacha uning kvartirasiga har oy 370 ming so'mlik isitish kvitansiyasi keladi. Agar Ra'no xola o'z imtiyozini rasmiylashtirgan bo'lsa, bu xizmat uchun uning xarajati nolga teng bo'ladi. Bu uning uchun jiddiy moliyaviy va ruhiy yordamdir. 5. Qattiq maishiy chiqindilarni olib chiqish uchun to'lov kvitansiyasi. Bu ko'pincha kichikroq summa bo'lsa-da, u ham umumiy xarajatlar ro'yxatiga kiradi va imtiyozli nafaqaxo'rlar uchun 100% qoplanishi mumkin. Axir har bir tejalgan so'm nafaqaxo'r uchun muhim. Samarqandda yashovchi 8 yoshli Karim bobo Ulug' Vatan urushi qatnashchisi. Uning oilasi uchun chiqindini olib chiqish xizmati uchun har oy 40 ming so'mdan kvitansiya keladi. Agar Karim bobo bu imtiyozni rasmiylashtirgan bo'lsa, har oy bu 8 so'm ham davlat tomonidan qoplanadi. Yil davomida u taxminan 6 ming so'mni tejaydi. Bu kompensatsiya nafaqaxo'rlar uchun har bir tejalgan tiyinning ahamiyatini ko'rsatadi. Bu imtiyozlardan foydalanish uchun sizning qaysi imtiyozli toifaga kirishingizni aniqlab olishingiz kerak. Qonunchilikda har bir toifa uchun aniq mezonlar belgilangan. Ushbu imtiyozlar odatda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari bilan tartibga solinadi. Har bir nafaqaxo'r o'z hududidagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, o'z imtiyozlari haqida batafsil ma'lumot olishi shart. Ikkinchi asosiy qism aziz tomoshabinlar, har bir qoida o'z istisnolari va o'ziga xos jihatlariga ega. Kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiyalarda ham shunday. Keling, ba'zi muhim istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan holatlar va noaniq nuanslarni ko'rib chiqamiz. Bir imtiyoz faqat bir manzil uchun. Imtiyozlar odatda faqat bitta turar joy uchun beriladi. Agar nafaqaxo'rning mulkida bir nechta uy joy bo'lsa, u imtiyozni faqat o'zi doimiy ro'yxatdan o'tgan va yashayotgan manzil bo'yicha olishi mumkin. Masalan, Faxriddin boboning Toshkentda bir kvartirasi bor va u yerda doimiy ro'yxatda turadi. O uchun kommunal to'lovlar kompensatsiya qilinadi. Lekin uning Samarqanddagi ijaraga berilgan uyi uchun keladigan kommunal to'lovlar kompensatsiya qilinmaydi. Bu mantiqiy, chunki davlat ijtimoiy himoyani faqat asosiy yashash joyi uchun ta'minlaydi. Ikki oilaviy tarkib va imtiyozning hisoblanishi. Ko'pincha imtiyozli nafaqaxo'r o'z oila a'zolari bilan yashaydi. Bu holatda kompensatsiya qanday hisoblanadi? Odatda imtiyozli shaxs yashayotgan uyda iste'mol qilingan xizmatlar uchun to'lov miqdori imtiyozli shaxsga tegishli ulushga qarab hisoblanadi. Ba'zi hollarda bu imtiyoz butun uy xo'jaligiga taalluqli bo'lishi mumkin. Misol uchun, opasi bilan birga yashovchi 7 yoshli Dilorom opa nogironlik nafaqasini oladi. U yashaydigan kvartirada elektr energiyasi uchun oyiga 100 ming so'm to'lanadi. Agar qonunchilikda imtiyoz faqat imtiyozli shaxsning o'ziga taalluqli bo'lsa va bu yerda 2 kishi ro'yxatda turgan bo'lsa, unda 100 ming so'm qoplanishi mumkin. Lekin agar imtiyoz butun xonadonga taalluqli deb belgilangan bo'lsa, 1 ming so'm to'liq qoplanadi. Bu nuansni aniqlashtirish uchun pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish shart. Qarzdorlik va imtiyozlar. Agar nafaqaxo'rning kommunal xizmatlar bo'yicha katta qarzdorligi bo'lsa, bu uning imtiyozni olishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Kompensatsiya olish uchun qarzlar mavjud bo'lmasligi yoki ularni qayta tuzish bo'yicha kelishuv mavjud bo'lishi talab etiladi. Namangan viloyatida yashovchi 39 yoshli Hakim amaki 1 yildan beri
gaz uchun to'lovlarni o'tkazib yuborgan. Qarzdorligi 500 ming so'mga yetgan. Unda otasidan meros qolgan imtiyoz bor edi. Ammo u kompensatsiya rasmiylashtirmoqchi bo'lsa, avval bu qarzdorlikni bartaraf etish yoki uni bo'lib to'lash haqida gaz ta'minoti idorasi bilan shartnoma tuzish kerak bo'ladi. Aks holda arizasi rad etilishi mumkin. Muntazam yangilanishlar va qayta rasmiylashtirish zarurati. Imtiyozlar muddatsiz bo'lsa-da, ba'zi hollarda ularni ma'lum vaqt oralig'ida qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Masalan, ijtimoiy holatingiz o'zgarsa, masalan, turmush o'rtog'ingiz vafot etsa yoki qonunchilikka o'zgarishlar kiritilsa, imtiyozlarni qayta ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Zarifa bu 40 yoshda. U 5 yil oldin faxriy sifatida elektr energiyasi bo'yicha ikbusiy kompensatsiyani rasmiylashtirgan edi. Lekin 3 yildan so'ng qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, har 3 yilda bir marta faxriylar ham pensiya jamg'armasida o'z ma'lumotlarini tasdiqlashi shart bo'ldi. Zarifa bu haqida xabardor bo'lmagani uchun imtiyoz avtomatik tarzda to'xtatilgan. Imtiyozli shaxslarning o'zlari faol bo'lib, davlat organlari bilan muntazam aloqada bo'lishlari zarur. 5. Imtiyozlarni pul shaklida olish. Ba'zi hollarda kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya bevosita provayderga emas, balki nafaqaxo'rning o'ziga pul shaklida pensiyasiga qo'shimcha tarzda berilishi mumkin. Bu nafaqaxo'rga pulni o'z ixtiyoriga ko'ra ishlatish imkonini beradi. Gulistonlik 70 yoshli G'ayrat akaga har oy elektr energiyasi va gaz uchun 2000 so'm miqdorida kompensatsiya uning pensiyasiga qo'shib beriladi. U bu pullarni o'ziga qulay bo'lgan vaqtda kommunal xizmatlar uchun to'lashga ishlatadi. Bu holatda u kvitansiyalar uchun to'lovni o'zi amalga oshiradi, lekin bu xarajat unga davlat tomonidan qoplangan bo'ladi. Bu istisnolar va nuanslarni bilish sizga imtiyozlardan to'g'ri foydalanishga yordam beradi. Har qanday shubhali vaziyatda doimo tegishli davlat organlariga murojaat qilishdan tortinmang. Amaliy maslahatlar xo'sh, aziz tomoshabinlar, endi eng muhim qismiga o'tamiz. Bu imtiyozlardan amalda qanday foydalanish mumkin? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Keling, har bir qadamni batafsil ko'rib chiqamiz. 1. O'z imtiyozli to'yfangizni aniqlang. Birinchi navbatda sizning qaysi imtiyozli to'yfaga kirishingizni aniqlab olishingiz kerak. Bu ulug' vatan urushi qatnashchilari va nogironlari, ularga tenglashtirilgan shaxslar, ba'zi turdagi mehnat faxriylari, boquvchisini yo'qotgan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va boshqalar bo'lishi mumkin. Sizda bu maqomni tasdiqlovchi hujjat, masalan, faxriy guvohnomasi, nogironlik guvohnomasi mavjud bo'lishi lozim. Agar siz qaysi toifaga kirishingizni aniq bilmasangiz, mahallangizdagi fuqarolar yig'iniga yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Tamagan. Kerakli hujjatlarni to'plang. Imtiyozni rasmiylashtirish uchun sizga quyidagi asosiy hujjatlar kerak bo'ladi. Pasport nusxasi, asl nusxasi ham yoningizda bo'lishi kerak. Pensiya guvohnomasining nusxasi, asl nusxasi ham. Imtiyozli maqomingizni tasdiqlovchi hujjat, masalan, urush faxriysi guvohnomasi, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma. Turar joyingizga doimiy ro'yxatda turganligingizni tasdiqlovchi hujjat, uy daftarchasi yoki kadastr hujjatlari. Bank hisob raqamingiz rekvizitlari, agar kompensatsiya pul shaklida beriladigan bo'lsa, siz uchun kelgan so'nggi kommunal to'lov kvitansiyalari, nusxalari yoki asl nusxalari. O'toy, qayerga murojaat qilish kerak? Imtiyozlarni rasmiylashtirish uchun asosiy manzil davlat xizmatlari markazlari, DXM hisoblanadi. Shuningdek, siz bevosita pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga ham murojaat qilishingiz mumkin. DXM orqali murojaat qilish eng qulay va samarali yo'l hisoblanadi. Murojaat qilish uchun yashash joyingizdagi eng yaqin DXM filialiga boring. U yerda sizga navbat olishga va arizani to'ldirishga yordam berishadi. 4. Arizani to'ldirish va topshirish. DXM xodimi sizga tegishli ariza shaklini beradi. Bu arizada siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, imtiyozli maqomingizni, murojaat sababini, kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya olish va qaysi kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya talab qilayotganingizni aniq ko'rsatishingiz kerak. Arizani to'ldirishda xato qilmaslik uchun DXM xodimlaridan yordam so'rashdan tortinmang. Ariza bilan birga to'plagan hujjatlaringizni topshirasiz. Behuy, murojaatni ro'yxatdan o'tkazish va ko'rib chiqish. Arizangiz qabul qilingandan so'ng u ro'yxatdan o'tkaziladi va sizga uning raqami beriladi. Bu raqam orqali siz arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin.
Odatda arizani ko'rib chiqish muddati 25 ish kunini tashkil etadi. Agar arizangiz ma'qullansa, sizga bu haqda yozma xabarnoma beriladi va kompensatsiya mexanizmi ishga tushiriladi. Agar rad javobi berilsa, rad etish sabablari yozma ravishda ko'rsatiladi. 6. Kompensatsiyani olish tartibi. Kompensatsiya ikki shaklda bo'lishi mumkin. Bepul xizmat ko'rsatish. Bu holda sizga kommunal xizmatlar uchun kvitansiya kelmaydi yoki kelgan taqdirda ham unda to'lov summasi loro so'm yoki davlat tomonidan qoplangan degan yozuv bo'ladi. Pul shaklida kompensatsiya summasi har oy sizning pensiyangizga qo'shib beriladi yoki alohida hisob raqamingizga o'tkaziladi. Bu holda siz kvitansiyalarni o'zingiz to'laysiz, lekin bu xarajat sizga qoplangan bo'ladi. Qaysi tartibda kompensatsiya olishingiz sizning imtiyozli toifangizga va hududiy pensiya jamg'armasi tomonidan belgilanadigan tartibga bog'liq bo'ladi. Deydi muntazam nazorat. Imtiyozni olganingizdan so'ng ham vaziyatni nazorat qilib boring. Kommunal kvitansiyalarni diqqat bilan tekshiring. Agar qandaydir tushunmovchiliklar yoki noto'g'ri hisob-kitoblar yuzaga kelsa, darhol tegishli kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. O'z huquqlaringizni bilish va ular uchun kurashish juda muhim. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. Bugungi videomizda biz nafaqaxo'rlarimiz uchun o'ta muhim bo'lgan mavzu kommunal to'lovlar bo'yicha 100% kompensatsiya olish huquqini batafsil ko'rib chiqdik. Sizga elektr energiyasi, tabiiy gaz suv ta'minoti va oqova suv, markazlashgan isitish va qattiq maishiy chiqindilar uchun to'lov kvitansiyalari bo'yicha imtiyozlar berilishi mumkinligini tushuntirdim. Eng muhimi, bu imtiyozlar ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlar uchun qonun bilan kafolatlangan. Esimizda tutishimiz kerakki, davlat o'z fuqarolariga, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga doim g'amxo'rlik qiladi. Ammo ba'zan bu g'amxo'rlikdan foydalanish uchun bizning o'zimiz ham faol bo'lishimiz, huquqlarimizni bilishimiz va zarur qadamlarni tashlashimiz kerak. Bugungi ma'lumot siz uchun aynan shunday yo'l ko'rsatuvchi bo'ldi degan umiddaman. Endi esa sizdan kichik bir iltimos. Agar siz ushbu videodan foydali ma'lumot olgan bo'lsangiz, uni o'z yaqinlaringizga, do'stlaringizga, ayniqsa pensiyadagi qarindoshlaringizga yuboring. Ular ham o'z huquqlari haqida xabardor bo'lishsin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doim shunday foydali va amaliy ma'lumotlar bilan bo'lishishda davom etamiz. Va albatta quyidagi izohlarda o'z fikrlaringizni, savollaringizni qoldiring. Siz ushbu imtiyozlardan foydalanasizmi? Qanday tajribangiz bor? Biz sizning fikringizni bilishdan xursand bo'lamiz. O'zingizni asrang va salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha